Mana butun bolaligim o'tgan maydon, mana to'g'rida buni orqasidagi maktab, mana meni ortimdagi Gagarin ko'chasi. Aslida bizni eski ota mahallamiz o Chilonzor metrosi, sport tovarlar atrofida bo'lgan bo'lsa, endi u yoqlar hozir buzilib, tekislanib bizni mahalla yo'q bo'lib ketgan. U yerdan keyin bizga mana shu yerdan uy berishgan. Qachonki yo'lim mashqdan o'tsa, mashinamni sekin haydab, hayolimdan bir chaqmoqdek hamma narsa o'tib ketadi. Endi oilamizda 7 farzand bo'lganmiz. Endi ikkita kattasi, birinchi kattalar olamdan o'tib ketishgan kichkinaligida. Keyin biza 5 kishi. Tarix takrorlanadi, taqdir takrorlanadi deyishadi. Mana boya aytdingiz, mana bu domda bu Xotam aka Fayziyev, bu domda yana bir san'atkorimiz turgan. Derazalar. Va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, opera va balet teatrining aktyori sizni dadangiz Husan aka Ismoilov. Mana shu joylarda yashaganlar, istiqomat qilganlar va qaysidir ma'noda bir suhbatingizni eshitdim, aytdingizki, teatrdan olgan maoshga farzand boqish, oila tebratish mashaqqatini keyinchalik o'zimni boshimdan o'tgandagina his qildim dedingizda. To'g'ri. Bu iqror ham qaysidir ma'noda sizni hayotingizda bo'lgandan keyingina. O'zingiz otesichalik ota bo'la oldingizmi? O'sha sabr, o'sha bardosh, o'sha mashaqqatlarni o'zingizdan kechirganingizdan keyin. Bo'la oldim. Sabr bardosh masalasida bo'la oldim. Agar sabr bardoshim yetmaganda, balki o'sha uylanayotgan paytimda ozgina ishlab yo shu kasb tashlab ketgan bo'lardim. Yoki balki aktrisaga uylanmas edim. Chunki bilasiz, men o'zi hayotda anaqa kam gapirolman-u, ko'proq o'ylab, fikr yurib qiladigan o'sha odatim bor-da meni. Uylanganimda ham 7 o'lchab bir uylanganman, hali kesganman deydi-yu. Uyda oshxonada ovqat yeydigan stolimiz ustida klyonka bo'lardi. Tegida tangala turardi. 20 tiyin, 15 tiyin, 5 tiyin, 3 tiyin, 1 tiyin. Va hech qachon o'sha yerdan hech kim beruxsat 1 tiyin pul ham olmagan. Adam rahmatli ishga ketayotganlarda bundoq qo'ldan tiqarlidi, oyimga berib mana buni olib qo'ygandirlar. Ular mangami, akang bor, klyonkani tegib qo'yib qo'ydilar, olib qo'yib qo'yib turardi. Hech qachon beruxsat pul olmas edi. Bir bahonga 16 tiyin bo'lsa, 4 zdacha olib kelasan dedilar. Tiyingacha olib kelardi. Ba'zida shunaqa bo'lib qolardiki, sotuvchi 1 tiyin kamroq berardi. Biz endi shunaqa bir andishali bo'lganimizda, yana 1 tiyin bering deb so'ramas edi, deylar qat'iyat bilan. Tangam yo'q deb nima qarab tursan? Bu ko'rmasan maydam yo'q deb следующийda boshqa odamdan savdo qilib ketaverardi. Uyga olib kelib 3 tiyinni qo'yardi, bunaqa qani yana 1 tiyindirlar-da. 1 tiyin ham o'sha payt pul edi. 1 tiyinga nimadir sotib olsa bo'lardi-da, hozir endi unaqa emas. Mana shunaqa sabr bardosh degan narsa o'sha payt yana qanaqadir tarbiyamizga singib ketganmi? Mana shunaqa bo'lganmiz-da. Shuning uchun bu tomondan rahmatli adamga o'xshaganman desam mubolag'a bo'lmaydi. Hatto o'sha Shohida Ismoilovga uylanganimda ham ikkalamizni oyligimizni qo'shgan taqdirda ham bu katta pul emas edi. Nima degan narsa 75 so'm o'sha payt. 81-80-yillarda. Juda kam pul edi. Farzandlarni katta qilishda ham o'sha kvarplata deydimi, suv, chiroq, ro'zg'or va ro'zg'orni men rahmatli adamdan o'rganganman. Shu oylik olganda doimo kattaroq ro'zg'or qilardim. Oylikdan pul yig'ib qo'yishga. Mana shunaqa odatim bor edi. Men ham pul yig'ardim. Va hech qachon biron marta u menga siz ham erkak bo'lib qachonda tuzroq pul topasiz degan gapni gapirmagan. Men ham unga hech qachon sanam mana palonchi aktrisalar to'yga chiqadi, sen ham to'yga chiqib yursang bo'lmaydi demaganman. Shuning uchun balki Xudoyim keyin bizni rizqimizni mo'l qilib berganmi shu shukr qilib yashaganimizga. Hozir mana gapiryapman, kimdir san'atkorlarmi balki bironta odam shuni tomosha qilib, endi hozir siz bundan o'tib bo'lgansizda sizga oson, biza nima qilaylik degandek. Sabr kerak. Sabrda gap ko'p ekan. Mana shu maydon guvoh bo'lganda ma'lum bir yillariga va inson mana shu gacha bo'lgan masofani qanchalik eslab turishi kerak deysiz? Bu sani qoningiz singib ketgan xotira.
sen hozir ham shu bilan yashab turasan, eslab turasan, lekin baribir xotira ekan. Baribir men uchun u davr boshqacha bo'lgan. Biz 62 maktab. Voy bu ba'zidan o'ylab ko'raman, mana 62-yil kirgan bo'lsam, undan oldin yana bu maktab bor edi. Islom nechinchi yil qurilgan bu maktab. Bu maktabga duo ketgan. Bu kuni kecha betollidan ko'tarilgan maktab emas. G'ish bilan qurilgan maktab. Lekin hozir kirib rasta og'zim ochilib qoldi. Mana endi o'qisa bo'lar ekan. Lekin afsus vaqt o'tdi. 52 ta bola. Orasidan qanchasi o'tib ketdi mana. Bu misolcha agar aytsangiz, menga kerakmiz bu faniz. Menga shunday 3 qo'yib bering. Men artist bo'laman desang ham mabodo. Yo dedi, bu fansiz sen artist bo'lolmaysan deydigan darajada dars berishardi. O'rtada o'tirardim. To'g'ri, o'zimni yaxshi ko'rgan fanlarim bo'lardi. Endi salaviy tabiatan men sarguzasht, tabiat haqidagi kitoblar, romantik asarlar, masalan, 3 mushketyor, tainственный sirli orol, shunaqa kitoblarni yaxshi ko'rardim. Bu kitoblarni menga kim ta'minlab turardi? Kinostudiyada eng mohir bir kinolarni tarjima qiladigan tarjimon bo'lardi, Qodir Mirmuhamedov degan. Shu kishini qizlari meni sinfdoshim edi. Ben bilmas edim bunaqa narsalarni, bilmas edim, shu adasi tarjimon, bu. Bir kun bilmadim, shunaqa bo'lsa kerak, qo'lida bir kitob ko'rib qo'yganman. Tanaffusdan bundoq betini qayirib qoldirib ketgan, bundoq o'qisam berilib ketganman. Qanaqadan bunaqa kitob olgansiz desam, o'yda bizda millionta kitob bor deganda gap qilgan. Kechasi 12, 1, 2 gacha toki rahmatli onam kelib urushib, yotqizmagunlaricha ertalab tura olmaysan maktabga, kechgasan deb urushib yotqizardi. Yotsam ham xayolimda o'sha kitobda o'qigan narsalar, voqealar aylanib qilardi. O'sha narsa ham balki menga ta'sir qilib adabiyotga moyil bo'lib, matematika, geometriya, u narsalar sal uzoqlashib qolib, lekin san'atkor bo'laman degan narsa menda yo'q edi. Ammo lekin fantaziyam har narsaga to'la edi. Rahmatli sinf rahbarimiz Aziz aka boy ila xizmatchini sahnalashtirganlar. Deb menga Xolmat rolini berganlar. Men o'zi hayotda sinfda uyatchayin bola edim. Mening fantaziyam zo'r bo'lsa ham. Bu Xolmatda tegi bilan o'zi komediya endi, haligi so'zlarga qaraganda. Shu narsa ham balki bilmayman. Ozgina bo'lsa ham shu haligi bir turtki bo'lganmikin deyman-da, lekin bari o'zimda teatr, aktyorlik narsani hech qachon orzu qilmaganman. Uyimda o'tirganimda o'zimning yaqin do'stim, sinfdoshim Ulug'bek kelib, matematika fakultetiga anaqa topshirganman hujjat. O'zi matematikadan 0 man. Kira olmadim. Zudlik bilan o'tdan hujjatlarni olib, aviatsionni texnikumga topshirganman. O'tdan ham o'tam. Uni rahmatli akam o'tda o'qiganlar. Aviatsion texnikum bitirganlar. U yoqqa ham kira olmadim. Ani o'rtog'im kirib ketyapti, anini so'qyapti.
kimdir armiyaga ketyapti, endi yosh ham mana qilyapti. Keyin o'sha uyda o'tirganimda hali yonimda Pravda Vostoka gazetasi yotuvdi, sinfdoshim bilan gaplashib o'tirganimda. Bu ham o'tirib, Mahmud, qara, teatralniy artist bo'lishing kerak. Qo'y ular hazillashmagan, nimaga rahmatli odam artist bo'lganlardan keyin men ham artist bo'lishim kerakmi? Sen palonchini o'g'lisan, sen artist bo'lishing kerak, tushundingmi? Davay hujjatlaring olib o'sha yoqqa borib topshiramiz degan. Men na she'r yodlaganman, na ashula aytish bilan hech narsa bilmayman, uyalaman, qila olmayman. Miyani qotirma qilib bilmayman, nima gammanga gap gapirgan, ichimda qanaqa kuch paydo bo'lgan. U bilan 7-trolleybusga o'tirib, Bechag'ochga borib, o'tdan ko'pruq bilan mebelniy magazindan to'ppa-to'g'ri teatr va rassomlik oliygohiga borganmiz. Hujjatni topshirganmiz. Dadaxon Hasanovi qaydasan jonon. Hali sevgi nimaligini bilmaydigan odam. Rahmatli Iskandar degan o'rtog'im bor edi, o'sha o'rgatgan. Uni ovoziga tushardi. Meni ovozim hozirgidek do'rilib chiqadigan ovoz bo'lib qoldi. Mutatsiya davridan o'tgan rahmatli odam o'sha bas ovozlarga yaqinlashib qoldi. Endi bu ovozdan qaydasan jonon etmaysan. Xullas kalom o'sha kun keldi. Orasida odamni bir so'radi, nima qilasan endi o'g'lim? Shu institutga harakat qilma, qaysi institutga? Teatralniy institutga deganman. Qayoqqa? O'sha teatr va rassomlikka. Nima bilan bir og'iz maslahatlashmading deganlar. Endi bilmadim, bu yoqqa kiramadim, men bu yoqqa kiramadim. Sen ko'ngling tortgan joyga kirishing kerak. Men seni hech qachon bunaqa narsalar sezmaganman. Xullas ozgina gapirganlar. Mayli borib kelgin. Lekin meni o'g'lim ekanligini hech kimga aytmagin deganlar. Bu yoqqa tanish bilishchilik bo'lmasdi, kirsang o'zingni kuching bilan kir degandek qildilar-da. Tavba qildim, ashti ham bir ajoyib inson bo'lganlar, Xudo rahmat qilsin. Endi qanaqa etmaysan, savol javob qilishadi-yu. Atayin savol javob qilishadi, hali seni diksiyani, artikulatsiyani, talaffuzingda kamchilik bormi, bir xil hali s, z bir xil tovushlarda aniq bo'ladi-yu. Dadangiz qayerda ishlaydi degan. Teatrda ishlaydi degan, aytasan deb bor, qorovul demaysan u. Keyin teatrda har xil odamlar ishlaydi degan. Qorovul ham teatrda ishlaydi, pojarniylar ham bor o'tda teatrda ishlaydi. Kim bo'lib ishlaydi degan. Men aytganman, solistlar. Nova teatrdan yana 2-3 ta aktyorlar bor edi o'tda. Nasim Hoshimov, Mixail Davidov, Sattor akaning islomi, Sattor Yarashib. Asad Azimov. Kimda konsert minister opa bor edilar. Favuzi Rahmon degan. Buni qaraganda, siz kattakani o'g'limisiz degan, ha deganman. А я-то что-то сижу, думаю, такой знакомый голос deganlar. Ashula aytish bilasan deyishgan, bilaman deganman. O'g'ri bopol ashula aytib bering degan. Shunali Dadaxon Hasanov olganman u. O'zi birinchi misrasini o'zi bo'ldi, rahmat. Rahmat bo'ldi, eshitdi. Zo'r ovoz degan. Arsen akam rahmatli, ozginalik ustimdan kulib. Keyin Fawzipa qani bir royalga o'tirib ovozini tekshiring degan. Qarasa zo'r ovozim bor ekan, sluhim zo'r edi haqiqatda. Uyda pianino bor edi. Shundan hammasi bir-biriga imdomda qarashgan, kimdir imdo qilgan, kimdir Xudo xolisa institut bitirsa otasini o'rnini bosadi degan. Shundan menda muzdek ter chiqib ketganda, xuddali men o'sha 2 kundan keyin televizorga chiqaman deb ashula aytadiganday. O'yga keldimki, odamga berganman. Paytda mana shunaqa bo'ldi, so'rashgandan keyin aytdim deydigan. Boshlarini chayqab xolam yotdim shuni. Chunki butun teatr mashaqqatini o'zlaridan o'tkazganlar-da. O'g'lim ham menga o'xshab boshlab qiynaladimi, kichkina oilang bilan deb kirishimga qarshilik bildirganlar-yu. Keyin institutni bitirayotganimda diplomni ishimga kelganlar rahmatli onamdan. Ko'rib
bundoq qilib qo'yganlar-da. Ana dedi bundoq qilish kerak edi. Mana bunda unaqa gap yo'q. Dali ishlardan sal ko'ngillari to'lganday. Ha, o'g'limda iste'dod, talant bor ekan deganda yana qilganlar. Hop, mana o'sha bo'lgan shu voqeani ildizi mana shu yerdan boshlangan, shu maktabdan. Lekin bu maktab menga faqat bu narsani emas, hozirgi bor bo'lgan eng yaqin qadrdonlarim bergan. Maktab baribir men uchun to'g'risini balki institutdan ham yuqoriroqdir. Chunki bu yerdagi bolalar boshqacha edi baribir. Bular nima endi 7 yoshga to'lgan bolalardan 17 yoshgacha 10 yil eng shakllanayotgan do'stlik, hali birinchi muhabbat, birinchi mushtlashuv, shular bilan bir qovushib, chatishib ketganmiz-da. Mana Mahmudjon, hozir kostyumasini o'zbek filmi shu daraja o'zgarib ketdiki, esingda bormi? O'zbek filmga birinchi marta birgalashib kelganimiz. Nega esimdan chiqargan birinchi gal bo'lganda? Esimda qolgan. Juda ularni ko'p eslayman. Lekin men afsus, keyingi filmlarda birga ishlash nasib qilmadi. Vaholanki juda ham xohladim sen bilan, Hoshim bilan, Rahmatli bilan partiyada ishlash. Aktyorlar bir-biridan do'st bo'lmaydi, raqib sifatida qaraladi. Sen ham shunaqa deding, Adam Rahmatli shunaqa dedi. Men bu fikrga qo'shilmayman. Yo'q, endi ular shunaqa deganlar. Endi zamon shunaqa bo'lishi mumkin. Zamon shunaqa bo'lgan, juda sodda, hamma gapga ishonib ketardi. Nima bo'lsa Allohga solib, kim nima iltimos qilsa qilaverarlar-yu, u odamlar o'zini ishini bitkazib ketardilar. Bular spektakl o'ynardilar, boshqa bir ishlar qilaverardilar. Oylik masalasiga yoki bir unvon masalasiga kelganda ular har dam chetda qolib ketardilar. Ha nima? Bu namozxon odam, bu eski sarxitiga boshlariga ururishlar shu narsa bilan. To keyin rahmatli Karim Zokirov, Halima Nosirova yana 5-6 san'atkorlar Rashidov oldiga chiqib, shu inson shuncha yil teatrda ishlagan, 40 yildan oshiq ertaga pensiyaga chiqadi. Shu insonga juda bo'lmasa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini qilib beraylik degandan keyin O'zbekistonda yagona shunaqa ovoz bo'lganda. Lekin hech kim ahamiyat bermas edi. Bitta qadrdon do'stlari bo'lgan, u ham bo'lsa Karim Zokirov. Endi misol uchun men hozir aytmayman shu mana unaqa do'stlarim yo'q deb. Mana o'sha 5-6 sinfdoshim bor, san, mana Hoshim o'tib ketdi. Kim bor yana? Bo'ldi, boshqa hech kim yo'q. Sizlar bilan bemalol gaplashaman, bemalol hisoblashib. Bu gapga qo'shayman. Tomoshabinlaring bor. Seni hurmat qiladigan. Men ba'zi haligi ommaviy tarmoqlarda ba'zan ko'rib turaman. O'sha Shohidani qo'ygan ma'lumot. Orqasidan kommentariyani o'qiyman. Tomoshabinlarni nihoyatda hurmat qiladi. Bilasan Mahmud, narsa bor-ku, shunaqangi bir suhbatimiz shu yo'nalishga olib ketyapsanki, xuddi go'yoki san'atni tark etadigan odamda. Yo'q, hali qiladigan ishlaring juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Xudo xolasa men niyat qilaman sen bilan yana partyor bo'lishni. Xudo xolasa. Teatrda ko'p bo'ldik partyor. Lekin kinoda o'sha Uyg'onish badiiy filmidan keyin umuman partyor ishlaganimiz yo'q. Qara haligi insonga bir qalbida muhrlanib qolgan shunaqangi bir holatlar, shunaqangi bir hodisalar bo'lar ekanki, buni hech qachon esdan chiqarmaysan. Men oradan necha yil o'tgandan keyin endi o'zing aytyapman bu narsani. Qaysi ma'noda seni gapingdan keyin o'ylanib qolganman. Nima uchun menga faqat komediya berishadi? Menga ham misol uchun sana bitta shunaqa maslahat bergansan, bu ham bir umr esimdan chiqmaydi. Bir kun teatr hovlisida skameyka ustida o'tirib gaplashib, Mahmud qachon uylanasan? Ayin topiy bu boshqa mavzuda gap bo'lganda, keyin Shohida kirib qolgan. Shohiga uylansang-chi degan esingdami? Esimda. Shundan keyin men sekin o'ylab boshqalarni ham solishtirsam,
haqiqatda shularcha man yomon maslahat bermagan ekanman mana. to'g'ri maslahat bergan. Uvali juvali bo'lib, mehr oqibat bilan shuncha farzand ko'rib, nevara chiqdi bo'lib yuribsanlar axir. Sani kinoda ham, televideniyada ham. Endi men ijodiy reviziya qilish niyatim yo'q. Hali aytmagan gaplaring juda ham ko'p. Bu gaping to'g'ri. Juda ham ko'p. Lekin o'sha aytmoqchi bo'lgan gaplarimni yaxshi asarlarda aytgim keladi. Endi har xil endi rol berdi deb hamma narsaga chiqqim kelmaydi. Hozir ko'rayotgan narsang odamlarning joniga tep ketyapti. Kinoga, teatrga, televideniyaning aloqasi yo'q bo'lgan odamlar efirga chiqib ketyapti. Tarixiy filmlarda hali aytadigan so'zlaring juda ham ko'p. Men o'ylaymanki, xudo xolsa yana birgalikda o'sha eski davrlarimizni, 82 davri eslab, albatta tarix filmini tushunyaptim bor. Tushamiz amalda. Rahmat. Kelganing uchun rahmat. Ko'rganim uchun rahmat. Omon bo'l, sog' bo'l. Xayrlashish yo'q. Yo'q, ko'rishamiz. San'atda ishlashing bu albatta hadeb ekranga chiqding degani emas. Misol uchun biz har doim gapirganimizda men palon oliygohni teatr va kino aktyori bo'limini tugatdim deb gapiramiz-u, bizni asosiy ishimiz baribir teatr. Qaniydi endi xuddi Shukur Burhonovni teatrdagi o'ynagan rollari chalik bir bizani ham tanishsa, san'atkor degani bu har kuni hadeb televizorda chiqdi degan narsa emasda. Mani teatrda har kuni spektakl o'ynagin. Bu narsani ham sal tomoshabinga dam berib chiqib o'ynash kerak. 5 qo'lni og'ziga tiqish kerak emas. Tomoshabinni joniga tegish kerak emas. Lekin juda kam chiqsang ham chato. Syomkani muhtiga qo'shila olmay qoladi odam. Hozir so'nggi yillarda ham demayman. Oylar ichida desam to'g'ri bo'ladi. Dublyajga boshqacha qarash, boshqacha yondashish, boshqacha talablar qo'yilyapti. Ya'ni kim o'sha avvalgi eski kinostudiyamizda qilingan dublyajlarga yaqin bo'lgan ijroni talab qilishyapti. Bu bir tomondan quvonarli. Chunki biz ham u dublyajdan chiqib qolganmiz. Chunki so'nggi yillarda hamma kanallarda tezkor dublyaj degan narsa paydo bo'lgan. Juda haligi lavlarini ham aniq tushirib, aniq qila olmasangiz ham har qalay o'sha mayli ingliz tilimi, turk tilimi, fransuz tilimi, o'zbekchamni yopish kerak edi. Hozir talab shu darajadaki o'sha oxirgi tugatayotgan so'zi bilan labini yopilishi bilan siz ham o'zbekcha yopiladigan, lavizi yopiladigan so'z bilan tugatishingiz kerak edi. Bog'bon kitobini tomoshabinlarga juda chiroyli o'qib bergansiz. Aktyorni mahoratidan ham ko'ra biz ko'proq sizni ovozingiz bilan u obrazni yaxshi ko'rib qolganmiz, o'sha kinoni yaxshi ko'rib haligacha sevib tomosha qilamiz. Siz o'zingizni kitobingizni, o'sha o'qib bergan hayotiy kitobingizni Mahmud Ismoilov qanday nomlagan bo'lardi? Ekranda biz uni Bog'bon deb bilamiz, lekin hayotda Mahmud Ismoilov yashaganlari, kechirganlari, kechinmalari bilan Bu kitob hali yozilyapti. yozilyapti. Oxirgicha yetsin. So'nggi nuqtani qo'yaydi. Keyin bu kitobimga men mana bunday nom beraman deyman. Qoralamada ham nomi yo'qdi. Yozilyapti. Xudo xolisi yozilyapti. Ba'zan bir xil bolalarga aytaman. Sen meni xafa qilmagin deyman. Senga ham bitta bob bag'ishlayman. O'shanda yomon so'zdan yozganimdaki bu kitob tarixda qoladi, xafa bo'lib qolmagin deyman. Endi hayot kitobi bu juda murakkab kitob. Bu kitobni hayotingni boshidan oxirigacha hammasini qog'ozga sig'dira olmaysan. Mayli qancha umr ko'rgan bo'lsang ham, buni 60 ta yozishni boshladingmi, 40 ta yozishni boshladingmi va yana qancha yozasan, bu aziz boshingga yana qanaqa kulli tushadi.
qayerdan mukofot kutasan, qayerdan zarba kutasan, qachon yorug' kun, qachon qorong'u kunlar hadeb qoqilaversang, hadeb yiqilaversang, borib oyog'ingni mustahkamroq bosib, oyog'ing tagiga ko'proq qarab, man bu yerdan aylanib o'tay, man bunga qoqilmay, ana undan zarba yemay deb o'sha odam sekin yoshi ulg'aygan sayin faylasufga aylanib borar ekan. Sani huzuringda mayli zeriksinu, lekin o'sha og'zingdan chiqqan purma'no gaplar, chiroyli misol uchun o'qib bergan narsang, biron asardanmi, she'rmi, ana shu bilan insonlarning yodida qolishi kerak. Biza qayerda ishlayotganimizni juda ham yaxshi bilamiz. Mahmud akamda ham, menda ham baribir rashk bo'lishi kerak deyishadi. Haqiqatda u rashkka Rashk bor, rashk qilamiz. Endi rashk qilyapman deb, menga yoqmayapti deb, bunga rol o'ynatirmasdan, bu menga o'ynatirmasdan u shu sohada bo'lgandan keyin ichingdan rashking anaqaga kelib turgandan keyin bari tishingga qo'yib indamay turasan deydi. Erkaklik bir g'ururing sani ichingni kemirib turadi. Bu narsa bor. 43 yil yashab, odam bir-birini shunchalik yaxshi biladiki, Zaynab ham Sadriyeva gaplari bordi. Kelinlar qo'zg'olonida nima, mani ko'zim rentgen bo'lib ketgan. Menimcha shunaqa bo'lsa, bitta qarashda o'ylayotgan fikrlari nima haqida hammasini men aniqlay olaman. Ko'pincha bular charchab kelganlardan keyin ko'proq dam olishlariga imkoniyat beramiz. Ko'p charchab kelganlar dodang deb navarlarga ham aytamiz, lekin oilada hamma vaqt bir-birimizga maslahatimizga muhtojmiz har doim. Chunki o'zboshimchalik bilan biror bir ish qilmaymiz. Sirlasha olmaymiz. Shu yoshda nimani sirlashamiz? Maslahatlashishimiz mumkin. Maslahatlashishimiz mumkin. Ishdagi muammolarni biz uyda hal qilmaymiz. Hech qachon. Mani birinchi tanqidchim Mahmud Ismoilov bo'ladilar. Chunki ekranda ko'rgandan keyin qilgan xatolarni odam o'zi bilmasligi mumkin. Shu mana shu joyini shunaqaroq o'ynasang bo'lardi deydilar yoki men bularga aytaman. Ayniqsa o'sha kinomi, seriallarimiz bormi, kamchilik bizani o'zimizni kamchiligimizni keyingi safar xato qilmaslik uchun kerak bu. Mahmud aka, bugun sizni ko'rsatuvlarda deyarli uchratmayapmiz. Ekranlarda ham va oxirgi intervyularingizdan birida aytdingizki, meni syomkalarimning kamayib ketgani yoki umuman chiqmayotgani degan bir fikringizni eshitdim. Bu ham o'sha sog'lig'ingiz bilan bog'liqmi? Yoki o'zingiz xohlamayapsizmi? Ayrim ko'nglingiz to'lmagan jihatlar bo'lgani uchun. Oxirgi yillar shunaqa bo'lib qoldi. Sal kasalligim cho'zilib ketdi. Kasallik cho'zilgandan keyin odam ozgina ichidan sal ruhan sinar ekan. Men sahnaga chiqa olmasam kerak, biron nima o'ynay olmasam kerak. Lekin orasida baribir televideniyada, teatrda bo'lgan voqealar, spektakllar hammasini ko'rib yurardim, sog'inardim-da, baribir. Bir ikki narsada o'ynadim-da, bir xil hamma mavzudagi eshittirishlar o'zi menga yoqmay qoldi. Negadir menga shunaqa tuyuldiki, oilada bizda hammasi oilaviy janjal, ikir-chikir. Negadir hammasida negativ yaxshi narsadan yuqoriroq qo'yganda, har qanday o'sha televizion postanovka deymizmi, telenovella deymizmi, otalar so'zi deymizmi,
hammasi avvalambor nomi har xil bo'lsa ham mavzu bitta bo'lib qolgan. Yana boshqa bir tomoni bor ediki, hozir ham shu. Ayol oilada birinchi darajali bo'lib qolgan. Butun uyni, muhitini ayol belgilaydigan bo'lgan. Qo'l belda, qosh chimirilgan, ro'mol mabdo boylangan. Ijroni gapirmayapman. Zo'r ijro qiladigan teatr aktrisalari ba'zan o'ynashadi. Lekin bularning yonida ularning darajasida ijro eta oladigan qizlar, kelin kuyovlar o'ynaydigan yosh aktyorlar umuman yo'q. Yo'q. Men bu bilan televideniya xodimlarini yoki kinochilarni tanqid qilish niyatim yo'q. Men deyman, nahotki hayotda faqat hammasi shunaqa negativ bilan bog'liq. Nahotki ssenariyni shunaqa bir chiroyli yozib, o'sha yaxshi yorug'lik o'sha negativdan yuqoriroq turadigan, juda chiroyli tugaydigan bir qanaqadir asarlar yozish mumkin emas. Men mana shu teatrda zo'r ustozlar qo'lida ishlaganman. Har doim aytishardi, bilsanmi? O'ynaydigan narsalaring shunaqa bo'lishi kerakki, biri ikkinchisiga o'xshash kerak emas. Har doim bir xil narsada chiqavermagin. Tomoshabinga bir xil tomondan muhrlanib qolsang, keyin seni boshqa rolda hazm qilish ham deyishardi. Hech qachon bironta televideniyada olib boruvchi narsaga taklif qilishsa, eshittirishga rozilik bermagin. Sen avvalambor teatr aktyorisan. Olib boruvchi bo'lsang, bironta eshittirishga. Sahnaga chiqsang, tomoshabin yemaydi seni. O'sha sen televizorda ko'rgan, eshittirishni ko'ray, boshlovchini ko'rgandek ko'rib o'tirishadi. Shuning uchun menga 3-4 marta takliflar bo'lgan. Mana shu eshittirish xabaring, mana eshittirish xabaring. Yo'q, sizga yaxshi, yo'q, O'zbekistonga kerak emas menga unaqa tanlash. To'g'ri, men juda ko'p televideniyaga chiqqan odamman demayman. Lekin o'zim o'ynagan shunaqa yaxshi narsalarim bor. Haligacha hozir televizorda ko'rsatsa ko'rishadi. Maqtanmayman o'sha ko'ngil ko'chalari. O'zbekistonning birinchi seriali. Sizga yoqadigan ko'ylak tiktiryapman. Ko'rsangiz o'lib qolasiz. Meni sen o'ldirasan. Ko'ylaging emas. O'zim ham o'ldiraman. Ko'ylagim ham. Rostdan ham o'lib qolasiz. Hali Toshkentda hech kim kiymagan bunaqa ko'ylakni. Xo'p, buyursin. Soqqasini cho'zing. Ha? Qancha? $500. $500. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Tez yordam chaqiraymi? Kerak emas, hozir o'tib ketadi. 10 yil Yosh gvardiya teatrida va Ro'parasi 10 yil. Milliy teatrimizda 37 yil ekanda, 87-yil kelganingizdan hisoblasak, O'n uch, 37. va 47 yil agar mana shu sahnada kechayotgan umringiz. Boya suhbat davomida aytdingizki, yonidagi aktyor aktrisalarni bilmaydi, kimligi bilinmaydi ham dedingiz. Professionallar orasida mana shunday havas bilan sahnani havas qilib, ekranni havas qilib, san'atkorni oldida o'ynayotgan havasmandlar desak to'g'ri bo'ladimi, yo'qmi? Mana shunday insonlarni vaqtincha kelib ketadiganlarni bir rashkingiz kelmaydimi ularga nisbatan, kasbingizga nisbatan g'ashingiz kelmaydimi? G'ashim keladi, rashkim keladi. Atrofimda qancha san'atkorlardan ko'rganman. Qiynalib, mana shu sahnadagi rolni yarataman deb so'z yodlash o'z yo'liga, o'sha rolni asl mag'zini topish, sahnaga chiqqandagi tomoshabinga nima demoqchiman, uni rosa repetitsiyalar qilib, qiynalib, oxiri shuni me'yoriga yetkazib mehnat qilganlardan to'rt og'iz so'zni yodlab chiqib, ko'zlari bejo, kameraga ham qarab gapirib yuboradigan, eriga gapirib turib, albatta tiqitsimda u yoqqa ham qarab qo'yadigan, diqqati joyida emas bo'lgan. Mani kasbimmi, mani ishimmi, nima deydi haligi toza suvni loyqalantirgandek bir odamlarni ko'raman-da. Nimaga kimdir
xudo bergan iste'dodi bilan qayerdadir ko'rib, ustoz ko'rib, sahnada shuncha yil ishlab, mehnat qilib, bu narsalarga erishib, televideniyada ham yaxshi narsa yarataman desa-da, kimdir osongina kelib to'rt og'iz so'z yotlab bilan yonida turib, biza institutni bitirib, yosh gvariyada 10 yil ishlab, o'zimizni bir qandaydir darajaga ega bo'lib, bu teatrga kelib, Shukur Burxonov, Olmakam yo'q edilar, Sora Ishonto'rayeva, G'ani Ag'zamov, Turg'unxon To'rayev, Hasanboy Yunusov, Jo'ra tog'a, shunga o'xshab ko'pdan ko'p manman degan xalq arslari oldida 10 yil ishlab turib sahnaga birga chiqishga nima deydalik, qo'rqib chiqardi u. Salobat bosardi. Salobat bosardi. Undan keyin biza ularni darajasiga yetkazib bera olamizmi, yo'qmi deb. Bo'lgan ba'zan shunaqa tanbehlar. Bolam bu yoqqa keling. Kimda o'qigansiz palonchida? Siz hozir gapirayotgan gapingizni tushunyapsizmi? Tushunmayman. Nimasini tushunyapsiz? Siz menga gapiryapsiz, men sizni tushunmayapman deydi. Mana shunaqa tanbehlar bo'lgan. Ana keyin uyga borib o'ylab o'tirardim. Nimani yetkazib bera olmayapman? Nimani noto'g'ri gapiryapman? Ertasi kuni undan battar hayajon. Lekin o'sha hayajon ba'zida foydasiga ishlar ekan. Bu yerda bemalol kelib chala chulpa ijro etib, bizani ishimizni, kasbimizni televideniyada ko'rib, bu artistlik oson ekan, ana qo'shnimizmi, ana palonchimizmi, mana chiqib yuribdi-yu, bu artistlar nimasini osmon ko'taradi, nimaga ana uni teatr qiroli, sahna qiroli, ana dublyaj qiroli, ana kino qiroli deb aytishadi. Amali bo'lar ekan-u. Bilasizmi, bu mashaqqat bilan o'sha sahnani changini yalab, arzimagan oyligi bilan bola chaqasini boqib yurgan odam uchun bir shapaloq tushunaman. Shuning uchun men judayam g'ayirligim keladi. Xohlamayman ochiq gap. Tasavvur qiling, men biron novvoyxonaga borsam-da, keling aka, assalomu alaykum, men palonchiman. Mana siz bilan non yopaman deb xamirni rasvo qilsam, tandirga nonni yopishtira olmasam, pishmagan xamir chalib nonni odamga sotsam, odam kelib aytib, menga nima berdingiz deydi. Men non yeymadim, pul to'lagaman, siz menga xamir beryapsiz demaydimi? Bugun o'sha e'tirozlar yetishmayotgandir balki, Mahmud aka. Yetishmayapti-da. Menga tomoshabin kelib borini ko'rib ketyapti. 60 ming pul to'lab ko'rib yoki televizor yoqib kelib, ozgina dam olay deb chala-chulpa narsalarni, sifati past narsalarni ko'rib turib, uni ham shunaqa deyish haqqi bor. Menga ba'zan ko'p telefon bo'ladi. Mahmud aka, biz ham qiynalib ketdik, faqat u bashi arsda chiqaryapti. Nimaga siz chiqmayapsiz? Yo, men chiqaman. Men avvalambor ssenariyni ko'ring. Undan qaysi arslarni tanladinglar? Bo'ldi, shundan boshqa telefon qilmaydi. Demakki, telefon qilmadimi? Orasida begonalar bor. Bor, chunki ularga ham aytaman. Men yoqtirmayman shunaqalarni. Men o'zimni ishimni toza bo'lishini xohlayman. Toza bo'lishini. Hatto o'sha odam ming chandon chiroyli bo'lsa ham, mayin ovozida gapirayotgan bo'lsa ham, men uchun bu soxta narsa. Ekran faqat chiroylilarniki emas deysizda. Bir paytda aytganman shu gapni ham. Nimaga teatrda ham, kinoda ham faqat chiroylilar o'ynash kerak? Nimaga? Endi shunaqa davr bo'lgan, kinoda katta rolni boshqa millat aktyorlari o'ynashardi, bizning aktyorlarimiz ikkinchi darajali rol o'ynashardi. Nimaga desa, chunki bu kinoni Moskvada keyin qabul qilishmaydi deyishardi. Ko'rdingizmi qanaqa? Sizga Mahmud aka, garchi san'atkorning farzandi bo'lgan bo'lsangiz ham, harbiy bo'lishni orzu qilgan ekansiz. Lekin san'atdan bugungi kungacha san'atda siz garchi uni oyligi kam bo'lsa ham, o'sha maosh kam bo'lsa ham, halovat bo'lmasa ham, istagan vaqtingizda, masalan, vaqt sizga bo'ysunmasa-da, lekin mana shu sohadasiz. Shu qiyinchiliklarini bilsangiz ham, shu yetishmovchiligini bilsangiz ham, nima uchun olmagansiz vaqtida? Bilmayman. Menda ozgina g'ururim sal balandroqdi. Undan keyin atrofdagi do'stlarimni, men bilan ishlab turgan hamkasblarim oldida negadir shu ish qila olmadim. Zo'r tadbirkor do'stlarim bor edi. Ahmad, oyliging qancha? Sochimda 80 so'm. Qancha? 80 so'm. Sen shu 80 so'm pul bilan oila boqasan. Mana ko'rib turgandek, xudoga shukr, amallab olsa. Yig'ishtir bu ishingni.
kel mani firmamga mana buncha ming olasan mingdir deydi u payt million emas borolmas edim bilmayman o'zi nimadir tilda gapirganim bilan dilim bilan otamni qoni bilan nimadir shu san'atga bog'lanib qolganmanda mening ishimni tushunadigan inson kerak menga bu hayotda deganman adashmagan ekanman biron marta yuzimga bu haligi ko'zini olatirib haligi bizlar televideniyada bo'ladiyu bundoq qo'lini qo'yib olib gapiradigan ayollar qani demagan chunki bilardi nechi pul oylik ishimni vedimiz bitta edi ismoilova tepasida ismoilov yozdilar shuning uchun o'shanga qarab tejab ishlatardim mana xudoga shukur bir xonali uyda turganmiz keyin u ikki xonali bo'lgan lekin o'sha paytda ham hovlini orzu qilardi ey shohida qizim san hovli qancha turadi bir sotiq yer qancha keyin uch xonali uyda yashadik keyin yangi domga ko'chdik sabr qilib bari hovlini orzu qildi shartta imkon bo'ldi xudoyam rizq nasibamizni ko'paytirdi yetkazdi hovli oldi mana hozir hovlimiz bor juda qattiq orzu qilib xudodan so'ragan narsang baribir albatta kelar ekan insonga pul berib yo amal berib sinab ko'rgin deyishadi siz ham mana shunaqangi bir qator ko'plab sinovlardan o'tib kelyapsiz shu yoshingizgacha mana shunday sinovlar qarshisida yengganlardanmisiz yo yengilganlardanmisiz yengganman hammasini pulam amalam tekkanda ichimdan bari san'atkor edim bilardimki bu ishda uzoq ishlamayman ko'nglimga yotmas edida chunki o'zimga o'xshagan odamlarni ustidan birdan rahbarlik qilish menga to'g'ri kelmas edi vazirlikda ham zo'rg'a bir yil ishladim ariza yozib bo'shab ketvordim qaytib keldim teatrga yoqub akamni ha deganlar yoqub aka bo'lmadi dedim o'zim ish joyimga tiklab qo'ying bo'ldi to'g'ri qilibsan deganlarda yana ish joyimga tiklab qo'yganlar teatrga direktor bo'ldim ishlab yuribman baribir shu bilasizmi bo'ladiyu shunaqa narsali mana shu tomog'ingga tiqilib qoladi na anaqa qilishni bilasan na yutish bu direktorlar ham menga shunaqa bo'lgan yo keyin bir narsa sabab bo'ldi va bu kimlargadir yoqmadi bu kimlargadir yoqmadiki arzimagan tirnog'ini tagidan shu nazarimda kir qidirishgandek endi buni asosiy yana bitta sabab bor man uni aytmay qo'ya qolay u o'zimda qolaversin uni aytolmayman man yozib bunaqa qilishganda ana shu narsa menga og'ir botgan birontasi kelib yuzimga aytmagan shunaqa narsa so'rashardiki man uni bajarolmas edim shu topda xuddi bajarolmaganligimni ular mani burni ko'tarilib ketdi degandek tushunishgan yoki boshqa bir narsaga e'tibor berib shu narsani bundoq qilamiz deb bu yerda juda ko'p anaqa arendatorlar o'tirishardi hammasini bo'shatib o'sha binolar teatr uchun xizmat qilsin deb ular o'tirgan joylarni teatr foydasiga qilgan bu ham kimnigadir yoqmagan man bilan iloji boricha orqamga tashlaganman hammasini kechirib yuborganman uni ham endi bir adashib anaqa qilgan deyman lekin Tolstoy bitta gapi bor orqangdan pichoq urgani yomon degan bu xuddi qo'lni sinishi bilan barobar narsa degan ularni kechirib yuborasan deydi qo'ling tuzaladi deydi lekin shu qo'ldan keyin quchoqlay olmaysan og'riydi shu joy degandek Tolstoy negadir shu gapni esimga qo'ygan shuning uchun xudo hofiz deganman bugungi yashaganimni shunday yashashim kerakki ertangi kunimga sog' salomat uyg'onishim kerak ertangi kunim man ertaga rejalashtiraman lekin farzandlarim ishim hamkasblarim nima bo'lganda ham hammasidan mani ko'nglim to'q mayli hammasidan roziman agar yana hayot berilganda balki xuddi shunaqa qayerdadir matyoqib bilan o'tirgan bo'lardimda Mahmud mana shu qizga bir e'tibor bergindirdi va beradi man o'ylanardim ismingiz nima desam u ham Shohidadirdi shuning uchun hech narsadan pushaymon emasman aqlim bilan
fikrim bilan erishishga harakat qilganman. To'g'ri, qoqilganimda maslahat bergan odamlar bo'lgan. Mana buni noto'g'ri qilding, mana buni to'g'ri qilding deb. Atak kelib, aka, iltimos, mana shu narsamni qilib bering. Ana menga anaqa qilyapti-de, to'sqinlik qilyapti-de. O'sha bilan bir gaplashib qo'ying, aka. Akangizman, qulingizman. Man deb bo'yin egmagansiz. bu gap faqat bo'yin egishda emas. O'sha g'ururing yo'l qo'ymaydi. Keyin men oynada o'zimni aksimga qarab edim. Uyalib ketardim men. Qilolmas edim men unaqa narsani. Hozir ham o'zim ham shunaqa. Umr bahor bilan qishning orasi. Kimdir yozga yetmas, kim qishni ko'rmas. Belgilab berilgan har kimning o'rni, burgutning parvozi zog'larga havas. Onamning ta'rifsiz issiq quchog'i, ko'zmunchoqli beshik, jajji o'yinchoq, oftobning nurlari, shamol qo'shig'i, ilk bor izim tushgan qadrdon tuproq. Yurib boraverdim orzular sari, yiqildim, tik turdim, yig'ladim, kuldim. Yoshlikning oromsiz kechalarida avjlandi orzular, gulladi ko'nglim. Yo'llar quvonch bilan qayg'u orasi, topdim va yo'qotdim, oldim va sotdim. Ba'zida duolar ichida qolsam, ba'zan boshdan oyoq gunohga botdim. Bebahra bo'lmadim shukr taqdirning ajib mukofot u jazolaridan. Odamzod donoga aylanib borar, ibrat ola olsa xatolaridan. Kimnidir ranjitgan bo'lsam, ming uzr. Sochimdagi oqlar haqqi kechiring. Ko'nglingizda yongan g'azab olovin meni ko'z yoshlarim bilan o'chiring. Ko'zingiz oldida turar ko'zlarim, yomg'irga aylanib yog'arman balki. Ketsam uchib ketmas bosgan izlarim, yodingizda mangu qolarman balki. Umr qo'shig'imning so'zlari shunday. Shunchaki kelmading, shunchaki o'lma. Tillardan tilga ko'ch, tirik dostonday. O'lsang ham yashagin, yo'q bo'lib ketma.